Assalomu alaykum qizlar. Men Umidaxon Nizomidiyeva. 30 yillik onkoginekolog, akusher-ginekolog. Mana shu ish mobaynimda, ishlash mobaynimda 30 mingdan ortiq ayollarga konsultativ yordam bergan ekanman. Bugungi ish jarayonimda juda ham ko'p mana shu savollar bo'ldi. Ish jarayonida ko'p ayollarni ko'rdim. Bachadon bo'ynida qizarishlar, yallig'lanishlar bo'lgan. Bachadon bo'ynidagi qizarish, yallig'lanish, bachadon bo'ynining shilliq qavatini yallig'lanishi bu eroziya, bachadon bo'yni eroziyasi deyiladi. Juda ham ko'p savollar bo'ldi. Shunga umumiy javob bermoqchiman. Bachadon bo'yni eroziyasi bu nima? Bachadon bo'yni eroziyasi bu bachadon bo'yni shilliq qavatini yallig'lanishidir. Shunday ekan, bular o'z navbatida 3 ga bo'linadi. Bu qanday bo'ladi? Va yosh tug'magan qizlarda, jinsiy hayot boshlamaganda, endi turmushga chiqqan qizlarda bachadon bo'yni yallig'langan. Bu qanaqa eroziya? Ya'ni yoshga xosda eroziya, fiziologik eroziyalar hisoblanadi. Ularni davolash shart emas. Ular og'riq bermaydi, bezovta qilmaydi, faqat ko'rganda qizarish, eroziyaga o'xshab ko'rinadi. Bu gormonal rivojlanishni mobaynida ayol tuqqandan keyin o'z-o'zidan bu narsa yo'qolib ketadi. Bu tug'magan, ya'ni yosh qizlarda uchraydigan hali shabodalashi yo'q, analizlari yaxshi qizlardagi eroziyalar to'g'risida gapiryapman. Qizarishlar to'g'risida gapiryapman. Ikkinchisi ektropiyalar. Ya'ni bular nima degani? Bular bachadon bo'yni shilliq qavati yallig'langan, qizargan, bu kuchliroq bo'ladi. Buni haqiqiy bachadon bo'yni yarasida eroziyasidan ikkinchi turi hisoblanadi. Uchinchi turi haqiqiy bachadon bo'yni eroziyasi hisoblanadi. U yerda yara paydo bo'ladi. Bu holatlarda, ikkala holatda ham infeksiyalar, shikastlanishlar, travmatik shikastlanishlari ayollarimiz o'zi bilmagan holatda tabiiy narsalardan foydalanishadi. Kuydirib yuboradigan, juda ham yo'llarda toraydigan narsalar, bular o'z navbatida eroziyalarga olib keladi. Shilliq pardani shikastlab qo'yadi. Keyin har xil shikoyatlar bilan murojaat qilishadi. Shuning uchun doim siz ishlatayotgan narsalaringizga, ya'ni e'tiborli bo'lishingiz kerak bo'ladi. Eroziya bu xavfli emas, lekin e'tiborsiz qoldirish mumkin bo'lgan kasallik ham emas. Chunki rak oldi holati hisoblanadi. Bunday holatlarda albatta ayollar sitologiya tekshiruvlaridan o'tish kerak. Mana hozirgi paytda skrining tekshiruvlari o'tkazilyapti. Bachadon bo'ynining rakini oldini olish uchun sitologiya, suyuq sitologiyalar olyapmiz, kolposkopiya tekshiruvlari hammasidan o'tishi kerak bo'ladi.